Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wal validayya wal ustaziyya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbim Alloh, ulug' ilm darg'alaridan, hattotlik darg'alaridan biri barcha hattotlarning ustozi bo'lmish, jumladan mening ham ustozim bo'lmish ulug' ustoz, zabardast ustoz Salimjon Badalboyev ustozimiz haqlariga duolar qildik. Ulug' Robbim, sening saltanating ulug'ligicha ulug' bayting atrofida to'lib ustozalarimiz haqqiga qilgan duolarimizni ijobat etgin. Ulug' ustozimiz Salimjon Badalboyevning qabrlarini nurlarga to'ldirgin. U kishiga jannat liboslari nasib etgin. Na'may a'molarni undan qilib, xalqqa tarqatgan ilmlari bois qabrlarni jannat bog'laridan bir bog' qilgin ya Robbim. Ustozimiz haqlariga qilgan duolarimiz ijobatini ko'rishni, erta qiyomatda Allohim mana shunday o'zingning buyuk kalomingni ko'chirgan ulug' ustozlarimizni jannatda oliy darajatlar nasib etgin. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning shafaatlariga noil etib, nurli yo'laklarda jannatga kirib, biz bilan, jami shogirdlari bilan jannatlarda ustozimiz bilan yuz ko'rishni Alloh nasib etgin. Ey Robbim, biz shogirdlar, ustozlar haqlariga qilgan duolarimizni ijobatsiz qoldirmagin. Yorug'imiz bilan ustozlarimiz huzurlariga borib jannatlarda yuz ko'rishni Alloh nasib etgin. Amin.